Teatr shunchaki oddiy tomoshaxona emas, balki tarbiya, madaniyat, ma'naviyat va ma'rifat maskanidir. Jizzax viloyati musiqal drama teatrida Qirg'iziston davlati drama teatrining bir qator aktyorlari ishtirokida ota-onaga hurmat, mehr-oqibat tuyg'ulari tarannum etilgan teatr spektakllari namoyish etilmoqda. Navbatdagi teatr spektakli qirg'iz yozuvchisi Beksulton Jakiyevning qalblarni og'ritmasdan yashaylik asariga bag'ishlandi. Inson ma'naviy olamini yuksaltirishda, ong va tafakkurini teranlashtirishda teatr san'atining o'rni beqiyos. Shu boisdan bugun yurtimiz teatrlarida yaxshilik va ezgulikka yo'g'rilgan teatr tomoshalari joyi egallab kelmoqda. Ayni kunlarda Qirg'iziston davlatidagi Batken viloyatining drama teatri aktyorlari ham viloyatimizda bo'lib, yozuvchi Beksulton Jakiyev asari asosida sahnalashtirilgan qalblarni og'ritmasdan yashaylik spektaklini namoyish etishdi. Ushbu asar oila muqaddas dargohligini hamda ota-onani e'zozlash, kattalarga bo'lgan e'tibor va hurmatni aks ettiruvchi yuksak badiiy asardir. Unda asar qahramonlari Chol va uning farzandlari o'rtasida kechgan ziddiyat, kelishmovchilik, boy bo'lib ketish ilinjidagi xom xayollar va buning natijasida otaning ko'ngliga ozor berish yaxshilikka olib kelmasligi ko'rsatilgan. Xulosa shuki, asarda mehr-oqibat, keksalarga hurmat tuyg'ulari tarannum etilgan. Biz birinchi marta chiqishimiz bu yoqqa O'zbekistonga. Bizning spektaklimizning nomi, yana men sizga aytib ketganda, qalblarni og'ritmasdan yashaylik degan nomlanadi. Qirg'izchasi jurolichi jurak og'ritmay. Bu bizning xalq yozuvchimiz Beksulton Jakiyevning qalamiga taalluq bo'ladi. Unda nimalar aytiladi? Bola bilan ota-onaning o'rtasidagi muomalalar, qishloqdagi uy nimasini sotadigan uylarini shaharga otasini olib kelib olishib, ona bunaqa uyda qamab olib, ana o'sha yerda voqea ketadi-da. Otalarni yetimlar uyiga olib borib tashlaydilar. Teatr zali tomoshabinlar bilan gavjum bo'ldi. Har bir ijro aktyorlar tomonidan mahorat bilan namoyish etildi. E'tiborlisi spektakl tomoshabinlar tomonidan iliq kutib olindi. Bundan albatta to'g'ri saboq chiqarib kerak. Baldarning tarbiyasini ota-ena mas'ul. Xuddi shunday o'z vaqtida ota-ena qaridi-ku, albatta baldari ota-enani bag'ib, ota-enani qarab, ota-enaga qanday oldin balani qanday katta qilgan bo'lsa, ota-enaga ham shunday qarab turuv balaning vazifasi-ku. Shunday ekan, albatta baldarga mana shu bizning O'zbekistonning konstitutsiyasini belgilab qo'ygan, bola voyaga jetgancha ota-ena tarbiyasiga mas'ul bo'lsa, voyaga jetgandan keyin u ota-enalar qarasa, ota-enalarga qarovga baldarning vazifasi. Shunday ekan, albatta bu hech qachon bizning yoshlarimiz esdan chiqarmaslik kerak. Bugun teatrdan olgan sabog'imiz albatta bu ayniqsa kattalar bilan bir qatorda yoshlarga ham katta saboq bo'ladi. O'zbek va qirg'iz xalqlari o'rtasida o'zaro mehr-oqibat, hamdo'stlik aloqalarini mustahkamlashga qaratilgan bu kabi teatr tomoshalari uzviy tarzda davom ettirilishi ko'zda tutilgan.